Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşu bilan Uyghur Tadqiqot Instituti birlikte tayyorlagan Uyg'urlarning Türk ve Müslüman kimligi duch kelgan zulm, Türkiye'den toplangan paketlarga nazar nomli dokladni tonishtirish murosimi 24-sentabr juma kuni Anqarada o'tkazildi. Mazkur dokladda Xitoy zulmiga uchragan Uyg'urlarning bevosita guvohligi asos qilingan. Xitoy Xalq Bankisi 24-sentabr uqtirish chiqarib, Bitcoin ve başka şifrlik pullar bilan qilingan savdo faoliyatlarining qonunsiz ekanligini e'lon qildi. Xitoy bu yil iyunda şifrlik pul madanchiligini cheklagan edi. Bu qatim mavhum pul bilan qilingan savdolarning qonunsiz pul muomala faoliyati ekanligini e'lon qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining 5 doimiy a'zosi Afg'onistonni kontrol qilgan Talibanlar bilan bo'lgan munosabatda o'rtaq pozitsiya tutishga birlikka keldi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres bu to'g'riliq bayonot e'lon qilib, Amerika, Rossiya, Xitoy, Angliya va Fransiyadan iborat 5 doimiy a'zoning Talibanni xalqning hamma qatlamiga vakillik qiladigan hukumat tashkillashga chaqirganligini aytdi. Xitoy Tayvanning Tinch okeanidan halqagan sheriklik munosabati uchun umumyuzlik va bosqichli kelishimga qatnashish iltimosini tanqid qildi. Xitoy Diplomatiya ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida dunyoda faqat birlik Xitoyning borligini bayon qilib mundaq dedi. Tayvan Xitoyning ayrilmas bir qismi. Bir Xitoy prinsipi xalqaro munosabat va xalqaro jamiyat tarafidan umumyuzlik qabul qilingan dedi. Rossiyadagi parlamentning Töven palatasi bo'lgan Davlat Dumasi uchun o'tkazilgan saylam natijasida Prezident Vladimir Putinning Birlashma Rossiya partiyasi 324 vakil bilan Dumaga kirdi. Vakil soni asosiy qonunni o'zgartirish uchun kerakli bo'ladigan sondan oshdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-unning singlisi Kim Yo-jong agar dushmanlik siyosatini oxirlashtirsa, Koreya bilan bo'lgan suhbatni asliga keltirishni xohlaydiganligini aytdi. Koreya prezidenti Moon Jae-in Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 76. navbatlik umumiy yig'inida rayon tinchligini asliga keltirish uchun Koreya urushining oxirlashganligi haqida rasmiy bayon e'lon qilish chaqiriqi e'lon qilgan edi. Marrakeshning poytaxti iboratda tunji qatim shahar boshliqlariga bir ayolning saylanışı bilan ayollar boshqaradigan cho'ng shaharlarning soni 3 ga ko'paydi. 9 ayning 8 kuni Marrakeshda o'tkazilgan yerlik saylamda Barat, Casablanca va Marrakesh shaharlarida ayol kandidatlar g'alaba qilib shahar boshlig'i bo'lib saylandi.